Mana makkalarimiz ekilgan joyga keldik. Makka jo'xorilar hammasi yaxshi chiqqan. O'tlar ham yaxshila chiqqan. Endi bunga 3 gektarda chopish uchun vaqt, xarajat ko'p ketib qolar ekan. Biz traktorda o'tga qarshi dori sochmoqchi bo'lyapmiz. Tezroq bo'ladi. Suv ham kelib qoldi. Undan keyin kultivator qilib sug'oriladi. Mana makkalarni o'sishi yaxshi. Hammasi bir xilda, bir donadan ekilgan mana. Bir donadan. Xitoyda vazdushniy selkasida ekilgan. Mana o'tganda kelgandik, uncha chiqmagandi. Hozir juda yaxshi chiqib qolibdi bir tekisda. Hammani jo'xorilari yaxshi chiqqan. Lekin mana o'tlar ham chiqqan. Bu o'tlar katta ekib olgandan keyin bosh bermay qo'yadi. Bu go'ng solingan yer uchun o'tlar chiqqan. Ularga xudo xolasa bugun erta dori sochamiz. Dorisini ham olib kelamiz. Mana o'tlar, makka jo'xorilar ham yaxshi. Bugun ko'p tushgan joylarda o'tlar ham ko'p. Sho'ra, bangi devona ajriqlar bor. Ularni yoshligidanoq hozirdanoq dori sochib yo'q qilmasak, keyin doriga ham bosh bermay qo'yadi. O'sishini to'xtata olmay qolamiz. Agar chopiq qilmasdan dori sochib qilamiz desak, hozirdan qilish kerak. Kechiktirmasdan. Mana bugun erta dori sochamiz. Makka jo'xorilarning yetilishi yaxshi. Xitoyga o'sgan, lekin o't ham bor. Shu o'tni qanday ekin deb ko'rgani kelgandik. Mana o'sishi yaxshi. Mana shunaqa gaplar. Mana yerlarimizni g'umay bosgan joylari ham bor. Ancha-muncha. Qisqasi 3 gektar yerda dorilash kerak. Mana ko'rib kelyapmiz. O'tlar ko'p. Buni chopiqdan chiqargan taqdirda ham o't, g'umaylar qolib qoladi. Dori sochib makka jo'xorini o'stirib olish kerak. Ularni sochib olib turib kultivator beramiz, xudo xolasa. Mana makka jo'xorilar yaxshi. Bu yil hamma dehqonlar makka jo'xori, beda, qulpinoy, kartoshka
piyoz ekishdi. Piyoz ham ozroq ekildi. Paxta ekishgan yo'q. Yani şu yerlerde yarımı paxta edi. Hozir bitta ikkita odam ekkan. Ular ham 50-60 sotik. 1 gektarga yetar ketmas. Mana paxta ekish o'z-o'zidan qisqarib ketyapti. Chunki undan dehqonlar foydani o'rniga zarar ko'ryapti. 1 yillik mehnat umri o'tib ketyapti. Makkajo'xor esa chorvachilikka kerakli oziq ekan. Hamma sotib olishga majbur. Xaridorlar ham ko'p.